bir lavozimda o'tirgan insonning o'g'lini nikohini o'qiganman. 3 ta video chiqyapti. 3 ta. Men aytdim, bittangan bo'lasan ham yo esdalik bo'lib qolsin. Senga esdalik kerakmi dedim. Kemalga turmanda 3 tomonga turdi. So'rasam kalimani bilmaydi. G'usulni bilmaydi. Kelin undan battar. O'xshatmasdan uchrashmas deydi-ku. Undan battarda kelin ham shu ahvol. Ya katta lavozimdagi odam. Men aytdim, videochilarga shu omonat, agar montajda kesib tashlasalaring shu joyini dedim. Xudoning oldida javob berasanlar. Ko'rsin dedim bu bolani o'stirgan ota-ona. Yig'ladi o'sha odam bir kun, boshini yelkamga qo'yib, men eshak o'stirgan ekanman. O'g'il o'stirdimmi desam, eshak o'stirgan ekanman. O'sha nikohdagi videoni ko'rib, yer yorilmadi, yerga kirib ketmadi. Shunaqa ham odam bo'lamanmi deb yig'ladi. Faqat to'qchilikda yashagan, yegan oldida yemagan orqada. To'qchilikda yashagan. Hech qanaqa bir oilada er vazifasi, kelinning oldidagi haq, huquq hech vaqo yo'q. Xudo asrasin bunaqadan.